Koreyaning ichida Yevropaga sayohat qilamiz. Oilamni bu safar yaxtida va dengizni bo'yida iloji boricha noodatiy orolga olib borgim keldi va bu safar meni tanlov Vedo Bataniya, ya'ni Bataniya oroliga olib borishga qaror qildim. Bu Bataniya oroli Kojedo shahrida joylashgan. Buzan shahridan ham unchalik uzoq bo'lmaganligi uchun o'rtoqlarim bilan birgalikda yig'ilishib, mashinada shunaqa sayohat qilishni qaror qildik va onajonimga juda ham yo'l bo'yi Koreyani manzaralari yoqdi va o'sha kuni baxtimga juda ham chiroyli ob-havo bo'ldi. Xudoga shukr. Bu safargi planimiz o'zim xohlagandek plan asosida ketdi. Narxlarga keladigan bo'lsak, juda ham hamyonbop, ya'ni bir kishiga yaxtaga minish narxi, ya'ni kattalariga bu 25,000 wondan va alohida orolga kirish uchun 11,000 dan bilet sotib olishingiz kerak bo'ladi. Maslahatim yoningizda yo ID pasportinglarni yoki Instagram pasportinglarni olib olishingiz kerak. Bu sayohatimizning eng qiziqarli joyi esa orolgacha yaxtaga mingan holatda 30 minut davomidagi bo'ladigan sayohatimiz. O'zi aslida yaxtaga chiqish uchungina bu joyni tanlaganman, ya'ni orolga ketish bo'yicha biz kорабльda, ya'ni yaxtaning tepasiga chiqqan holatda ham kruizni ekskursiya qilsak bo'ladi, hamda o'sha orolda joylashgan yana bitta tog'larni ham ko'rish uchun imkoniyatimiz bor edi va shu lahzalar eng esda qolarli bo'lganligi uchun menga bu sayohat juda ham yoqdi va eng asosiysi oilaviy bormoqchi bo'lsalaring juda ham arzon, hamyonbop va eng qiziqarli sayohatga aylanishi mumkin. Bu orolni boshqa orollardan ajratib turadigan xususiyati bor, ya'ni bu orolning ichida ekzotika va shunday chiroyli daraxtlar va gullar bor, ya'ni yil 12 oy davomida har xil gullar va daraxtlar o'sib, gullab turadi. Biz borganimizda yoz fasli edi va o'shanda gortenziyalar gullaydigan momenti bo'lgan ekan. Plus bu orolda Yevropani hissini beradigan ajoyib kafe-shoplar va chiroyli bog'lar bor. Oilaviy sayohatimizning 4-epizodini, ya'ni Oyda orolidan barcha lavhalarni YouTube kanalimga qo'yib ketaman va yakuniga aytmoqchi bo'lganim, oilaviy yoki do'stlaringiz bilan birgalikda borishingizni tavsiya qilaman.